moderatorlari, so'zimni boshlashdan oldin sizga ushbu muloqotni tashkil etganingiz va xalqqa taqdim qilayotganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, Peshku tuman ixtisoslashtirilgan maktabning 11-sinf o'quvchisi Nazirova Nargiza Baxtiyor qiziman. E'lon qilinganidek, muddatidan oldin 189 ball yig'ib, talaba bo'lish vaqtiga muyassar bo'ldim. Tushunarli. Sizni avvalo natijangiz bilan tabriklaymiz. Sizni ham, Nigina Baxshiloyevani ham. Marhamat, Niginaxon, siz ham o'zingizni tanishtirishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Men Nigina Baxshiloyeva Peshku tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 10-sinfida ta'lim olaman. E'lonlarda aytilganidek, men ham muddatidan oldin 189 ballni qo'lga kiritib, talaba bo'lish vaqtiga muyassar bo'ldim. Tushunarli. Rahmat. Endi esa savollarni birma-bir o'qib eshitiraman. Yuqorida aytganimdek, saytimiz nomidan, kuzatuvchilarimiz nomidan sizlarni ushbu yutug'ingiz bilan tabriklayman va o'ylaymanki, bugungi ovozli chatda bizni aynan milliy sertifikatga tayyorlanayotganlar, talabalik baxtiga erishmoqchi bo'lganlar va umuman abituriyentlar, ta'limga befarq bo'lmaganlar eshitib borishadi va o'ylaymizki, bugungi ovozli muloqot barcha uchun manfaatli bo'ladi degan umidimiz yo'q emas. Avvalo, natijangiz atrofida savollarni berib o'tsam, milliy sertifikatni olgandan keyingi hissiyotlarni avvalo so'ramoqchiman. Sizga qaysi tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatdi, qaysi tomonlama salbiy ta'sir ko'rsatdi? Albatta, savollarni o'qib eshittirishda davom etaveraman. Sizlar esa ketma-ketlikda birinchi bo'lib Nargiza Nazirova, undan keyin esa Niginaxon javob berib ketaverasizlar. Marhamat, savolim quyidagicha. Ushbu natija sizga qaysi tomonlama salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatdi? Hozirgi hissiyotlaringiz haqida gapirib o'tsangiz. Marhamat. Avvalambor yutuqlarimga izoh berib o'tmoqchiman oldin, chunki menimcha hammaga qiziq qanaqa darajaga erishganim va qaysi fanlardan sertifikat olganim. Demak, izoh beradigan bo'lsam, majburiy fanlarim bo'lgan ona tilidan A, tarixdan C, matematikadan C+ va asosiy blok fanlari hisoblanadigan ona tilidan A va ingliz tilidan B2 darajali sertifikatlarni qo'lga kiritganman. Albatta, ushbu muvaffaqiyatlarga erishishni har narsaning ijobiy va salbiy tomoni bo'lganidek, bularda ham ikkala tomon mavjud. Ijobiy tomonlarini aytadigan bo'lsam, menda endi o'sha test markaziga topshiradigan imtihonimda bo'ladigan qo'rquv va mandatni kutish kabi hech qanaqa xavotir yo'q. Va o'ylashimcha, prezident stipendiyasi ham bizga qo'shib beriladi. Bu plus tomonlar hisoblansa, bizdagi minus tomonlari o'rtoqlarimizdan ajralib qoldik va ular endi o'qishga va bizga yetib olishga harakat qilishyapti. Biz esa keyingi rejalarimizni tuzish va kelajagimizga yanada to'g'riroq yo'l tanlash bilan ovora bo'lib qoldik. Tushunarli javobingiz uchun rahmat. Savolning bir qismiga javob berdingiz deb o'ylayman va albatta keyingi suhbat davomida ham to'liqligicha sizdan so'rab olamiz. Marhamat, Nigina Baxshiloyeva, siz ham hozirgi jarayonlardagi hissiyotlaringizni aytib o'tishingiz mumkin. Xo'p, men ham birinchi navbatda qaysi fanlardan sertifikatlarga ega bo'lganligimni aytadigan bo'lsam, ingliz tilidan B2, ona tilidan A daraja, tarix fanidan B daraja, matematika fanidan C+ darajali sertifikatlarga egaman. Bu sertifikatlar, bu natijalar menga yanada katta ishonch va motivatsiya berdi. O'zimga bo'lgan ishonchimni juda ham oshirdi. Yanada yangi maqsadlar qo'yish, ularga erishish istagini paydo qildi. Va shu bilan birga bu natija menga o'z bilimimni baholashga, zaif tomonlarimni aniqlashtirib olishimga ham juda katta yordam berdi. Va buning yordamida men kelgusidagi o'qish va rivojlanish ishlarimda katta kuch, motivatsiya bilan davom eta olaman.
Bu ijobiy tarafi edi. Agarda salbiy tarafiga to'xtaladigan bo'lsam, shunday odamlar borki, bu muvaffaqiyatlarimizga shubha bilan qarashi mumkin. Bu narsa bizga biroz bosim berishi mumkin. Lekin shaxsan men bunday salbiy qarashlarga e'tibor bermayman va ularni aksincha motivatsiyaga aylantirishga harakat qilaman. Shu salbiy tarafi deb bilaman. Tushunarli. Javobingiz uchun rahmat. Milliy sertifikat o'zi nima uchun bu sizga aynan milliy sertifikatni olish rejasi qayerdan tug'ildi va olishga qancha vaqt sarfladingiz? Tayyorlov jarayonlari qanaqa bo'ldi? Umuman olganda sertifikat olishgacha, ya'ni ushbu natijaga erishgungacha bo'lgan jarayonlar haqida ham qisqacha gapirib o'tsangiz marhamat. Milliy sertifikat olishga bo'lgan qiziqish bizdan avval o'qigan abituriyentlar va talabalarni bergan ma'lumotlariga asosan tug'ildi va ushbu yaratilgan imtihonlar bizga xuddi shunga o'xshash muddatidan oldin talaba bo'lish imkoniyatini berdi va biz bu imkoniyatlardan foydalanib albatta ushbu yutuqqa erishdik. Bu yutuqlarga erishishimda albatta menga maktabimizda yaratilgan yetarlicha sharoitlar, ota-onam va o'qituvchilarim ko'zlaridagi ishonch, do'stlarimning qo'llab-quvvatlashi yordam berdi. 1,5 yil ichida o'quv dargohimizda tashkil etilgan bepul kurslarda qatnashib, ushbu yutuqlarni qo'lga kiritdim. Muddat juda ham kam bo'lgani albatta sizlarni ham qiziqtirsa kerak. O'ylashimcha har bir fanni qisqa muddat ichida mukammal o'rganish bizga ko'proq yutuqlarga erishishimizga yordam beradi. Va bunda o'qituvchilarim, maktabimiz direktori va oila a'zolarim menga juda ham katta madadkor bo'lishdi. Rahmat. Marhamat, Nigina Baxshiloyeva, siz ham shu savolga javob bersangiz. Xo'p. Milliy sertifikat olishni xohlashimning eng asosiy sababi birinchi navbatda o'zimning bilimimni sinab ko'rish edi. Bu narsa menga o'sha milliy sertifikatlar menga bilimimni sinash imkonini ham berdi va bundan tashqari yangi maqsadlar qo'yish va o'sha ularga erishishga ham yanada kuchliroq motivatsiya berdi. Ikkinchi sababi esa bu sertifikatlar mening kelajakdagi o'qish, rivojlanish va karyera ishlarim uchun ham juda ham muhim. Shu sababli milliy sertifikatni olish istagi menda paydo bo'lgan. Qancha muddatda tayyorgarlik ko'rganim borasida gapiradigan bo'lsam, botga ham savol kelgan ekan, matematikadan qancha muddatda C+ natijasini qo'lga kiritdingiz degan. Matematikadan 1 oy tayyorlandim va C+ natijasini qo'lga kiritdim. Tarix fanidan esa 3 oy mobaynida maktabimizda bepul tashkil etilgan to'garaklar orqali shu natijaga erishdim. Bu yutuqlarga erishishimning barchasi maktabim, ota-onam, ustozlarim sababli deb bilaman. Tushunarli javobingiz uchun rahmat. Mana shu milliy sertifikatni olish jarayoni davomida sizga qanaqadir holatlar bo'ldiki, yo'q, olmayman, menga kerak emas, shart emas degan xayol ham, fikr ham o'tdi. Lekin qaysi motivatsiya bilan yoki qanday holatlar, qanday yechimlar bilan aynan bu bosqichni ham bosib o'tdingiz va natijaga erishdingiz? Chunki bizni eshitib turganlar orasida milliy sertifikat olish yoki umuman qanaqadir sertifikat olish, muddatdan avval talaba bo'lish imkoniyatlaridan maksimal foydalanmoqchi bo'lgan talabgorlar bo'lishi mumkin, lekin ular qaysidir holatlarga ko'ra, qaysidir sabablarga ko'ra balki hozir o'z maqsadlaridan biroz chetroqda chekinib qolgan bo'lishlari mumkindir deb o'ylayapman. O'shaning uchun shu savolga sizlarni nazaringizda, sizlarning ko'zingiz bilan qanaqa javob olishni qiziqdim. Marhamat, gapirib o'tsangiz bo'ladi. Sizda shunaqa holatlar kuzatilganmi va u holatlardan qanday qilib o'tgansiz?
Shaxsan menda bunaqa qo'rquv bo'lmagan. Sababi o'zimga bo'lgan ishonchim juda ham yuqori. Mana shu natijaga erishaman deganman va shu natijaga erishganman ham. Ko'pchilik aytgan, qo'lingdan kelmaydi, qila olmaysan yoki biliming yetmaydi deb, ammo qo'limizdan kelgancha harakat qilib, ularning gaplari xato ekanligini isbotlashga harakat qildik. Savolingizni boshqatdan berib yuboring. Savolda tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, mana qisqacharoq qilib tushuntiraman. Agarda qaysidir holatlarga ko'ra siz milliy sertifikat olish rejasidan biroz chekingan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni qaysidir holatlar masalan sizga salbiy tomonlama ta'sir o'tkazgan va shundan keyin yana qanaqadir motivatsiya, o'zi umuman qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, kimdan motivatsiya olib turasiz? Qanaqa holatlarda motivatsiya olib turasiz? Qaysi qarorlaringiz sizga yordam beradi? Shunga o'xshash mazmundagi savolni bermoqchi edim. Menga yordam beradigan asosiy insonlar va nima deydi, unaqa yetaklovchilar mavjud. Bularga misol qilib, albatta birinchi ota-onamni ayta olaman. Darsdan charchab kelib, qila olmayman degan vaqtimda ham sen bizni farzandimizsan, eplay olasan, qo'lingdan keladi, bundanda yuqori natijalarga erishishing mumkin va bu narsa uchun biz senga moddiy va ma'naviy tomondan albatta ko'mak beramiz deb turishgan. O'qituvchilarim ham ko'chada ko'rib qolishsa, keyingisi qanaqa yutuq bo'larkin endi degan savollarini o'zi menga shunaqa motivatsiya berib turgan. Lekin unaqa katta depressiya va qo'rquvga tushmadim. Bu imtihonlarga tayyorlanish davomida faqatgina ba'zi o'quvchilarni eplay olmaysan yoki o'qituvchilarimni qila olmaysan degan gaplari meni orqaga tortgan bo'lishi mumkin salgina, lekin qo'limdan kelgancha bu depressiyadan chiqishga harakat qilganman. Tushunarli, rahmat javobingiz uchun. Marhamat, Niginaxon, siz ham shu savolga javob bersangiz. Juda to'g'ri fikr bildirdingiz, chunki bu jarayonni davom ettira olmayman degan fikr menda ham paydo bo'lgan. Bu tabiiy hol deb bilaman, chunki tayyorgarlik jarayoni juda ham qiyin, vaqt talab qiladi. Lekin bu narsa meni o'zimga qo'ygan maqsadlarimdan ustun kela olmagan. Har doim bitta fikrni o'ylardim. Agarda hozir qiynalib o'qisam, hozir qiynalsam, kelajagim shunga yarasha yaxshi bo'ladi, shunga yarasha qimmatli bo'ladi deb o'zimga motivatsiya berib kelganman. Shuningdek, oilamning, ustozlarimning menga umid bilan boqib turgan ko'zlari yanada bu o'qishimni davom ettirishimga undagan. Shu motivatsiyalar tufayli har kuni oz-ozgidan bo'lsa ham mehnat qilib, shu sertifikatlarni olishga harakat qildim va o'z maqsadimga yetishdim ham. Rahmat javobingiz uchun. Shu joyda bir narsani aytib o'tishim kerak. Barcha bizni eshitayotgan ishtirokchilar, ovozli chat qatnashchilari, agarda kimdadir hozir deyarli 20 minutga yaqin vaqt davomida gaplashdik. Qaysidir savollarda tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa yoki bundan tashqari o'zingiz qiziqayotgan savollar bo'lsa, marhamat, e'londa yozilgan maxsus manzil, maxsus bot bor. O'sha botga savollaringizni yozib yuboring. Men o'sha savolni o'qib berib, ishtirokchilarimizdan javob olishga harakat qilaman. Ungacha esa o'zimni navbatdagi savolimni o'qib eshittiraman. O'zi bugungi kunda milliy sertifikat olib o'qishga kirayotgan o'quvchilar, abituriyentlar, aytaylik talabalar soni ko'payib bormoqda. Ayniqsa o'tgan yilda bu rekord darajaga yetdi. Ya'ni milliy sertifikat orqali o'qishga kirganlar soni juda ham ko'p bo'ldi. Bu holat sizlarda talqiningizda yaxshimi, to'g'rimi? Hammasi to'g'ri ketyaptimi? Bir relsda ketyaptimi? Ya'ni keyingi yillar davomida ham albatta milliy sertifikat natijalari ko'payishda davom etishi aniq. Bu sizning fikringizcha qisqa qilib aytadigan bo'lsam yaxshimi?
va izohlab bersangiz fikringizni. O'ylashimcha, milliy sertifikat va xalqaro sertifikatlar imtihonlarini tashkil etish va ushbu sertifikatlarga ega bo'lib, muddatidan oldin talaba bo'lish bu albatta yaxshi. Sababi test sinovlari ham shaffof o'tkaziladi va bilimi bor va intiluvchan o'quvchilargina ushbu darajalarga erishib talaba bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Necha marta o'sha davlat test markazlaridagi imtihonga kirgan bo'lsam, savollarni javobi bilan taqdim etish yoki ko'chirish kabi birorta voqeaga guvoh bo'lmadim va nazoratchilar ham qo'llaridan kelgancha o'z ishlarini to'g'ri bajarishga harakat qilishdi. Lekin yomon tomoni, ayrimlarning fikricha yomon tomoni bor. Ular o'ylashicha borgan sari o'qishga kirish ballari yuqorilab, ayrim o'quvchilar qolib ketadi deb o'ylashadi. Lekin men o'ylaydigan fikr, bu menimcha qo'lidan keladigan inson, o'quvchi bu narsaga erisha oladi va agar o'ziga ishonchi va ilmi, shuningdek moddiy tomondan ham salgina ta'minlangan bo'lsa, milliy sertifikatga ega bo'lib, bemalol o'qishga kirishi mumkin. Tushunarli. Rahmat javobingiz uchun. Marhamat. Men ham bu sertifikat olib o'qishga kirayotganlarning sonini oshib borayotganini ijobiy deb bilaman. Nega deydigan bo'lsak, bu narsa yoshlarni bilim olishga bo'lgan intilishini qanchalik katta ekanligini ko'rsatib beradi. Ikkinchi tarafdan esa bu sertifikat tizimi o'quvchilarni bilimini sinab ko'rishga, o'z ustida ishlashga rag'batlantiradi. Menda ham xuddi shu holat bo'lgan. Buni natijasida yoshlarimiz ko'proq tayyorlanishga, mehnat qilishga harakat qiladi, o'z maqsadlariga erishish uchun harakat qiladi. Shu bilan birga bu sertifikatga o'quvchilarni ko'pchiligi topshirayotgani raqobatni ham kuchaytiradi. Bu raqobat ularni yanada rivojlanishga undaydi deb bilaman. Menimcha bu holatni, ya'ni sertifikat olib o'qishga kiruvchilarning soni oshishining salbiy jihatlari yo'q. Buni men faqat ijobiy rivojlanish deb bilaman. Tushunarli. Javobingiz uchun rahmat. Endi o'zimni ham qiziqtiryapti. Ko'pchilik tomonidan botga savol tariqasida ham kelyapti. Bu degani boshqalarni ham qiziqtirayotgan bitta savol bor. Xo'p, milliy sertifikatlar olindi 4 ta fandan ham va endi kim qayerga topshirmoqchi, qaysi universitetda tahsil olmoqchisiz va imtihonlargacha, ya'ni o'quv yili boshlangunga qadar nimalar qilmoqchisiz? Shu haqida fikrlaringiz bilan o'rtoqlashib o'tsangiz marhamat. Keyingi rejalarim ushbu yutuqlarim safini yanada kengaytirib, ko'proq sohalarga oid bilimlarni o'rganib va ana shu sohalarga hissa qo'shish. Hozirda unchalik aniq emas-u, lekin Sharqshunoslik universitetining koreys tillari fakultetiga topshirish niyatim bor. Va keyingi maqsadim rivojlangan davlatlarga borib, u yerdagi bo'layotgan yangiliklarni o'zimizni yurtimizga ham qo'llab va yurtimizni rivojlanishiga yanada hissa qo'shuvchilardan biri bo'lib yetishish niyatim bor. Ko'pchilik o'ylaydi, shu asosiy blogi ingliz tili va ona tili bo'lgan o'quvchilar faqatgina o'qituvchi bo'ladi yoki boshqa shunaqa o'qituvchilikka doir qanaqadir kasbni egallaydi deb fikrlashadi. Lekin faqatgina o'qituvchilik bilan cheklanish menimcha xato. Chunki hozirdan biz repetitorlikni va shu o'qituvchilarga yordam berib, o'quvchilarni tayyorlashni boshladik va bu kasb endi biz uchun birinchi darajali emas, ya'ni birinchi darajali kasb sifatida o'qituvchilikka qiziqmay qo'ydik. O'ylashimcha, kelajakda biror bir tashkilotni a'zosi bo'laman yoki yurtimizdagi ta'lim vaziri ham bo'lishim mumkin.
bunaqa katta gapirayotganimning sababi qanchalik oldingizga katta maqsad qo'ysangiz, yutuqlaringiz ham shunga yarasha bo'ladi va maqsadni katta qilishdan hech qachon qo'rqmaslik kerak. Faqatgina katta qo'yilgan maqsadni hammaga ham aytib yurmaslik kerak, chunki insonlarni albatta ko'zi bor deyishgandek, ko'z tegib qolishi mumkin yoki keyinchalik uyalib qolishdan ham albatta qo'rquv bo'ladi. Rahmat javobingiz uchun. Marhamat, Nigina Baxshiboyeva. Shu paytgacha men uchun eng katta orzu Toshkentdagi Jahon tillari universitetiga kirish bo'lgan. Bu maqsadimga hozir erishdim va hozirda yangi tillarni o'rganishni niyat qilyapman. Chunki til bilgan el biladi degan maqolni hamma eshitgan. Hozirda hammamiz bilamizki, Xitoy davlati eng rivojlangan davlatlar sirasiga kiradi. Xitoy tili yoki boshqa bir davlat tilini o'rganib, o'zimni keyingi karyeramni chet davlatda davom ettirish niyatidaman. Shu hozirda bu sertifikatlarni olib bo'lgandan keyin bor e'tiborimni til o'rganishga qaratyapman. Rahmat javobingiz uchun. Navbatdagi savol, bot orqali ham keldi bu savol. O'sha mazmun atrofidagi savolni o'qib eshitiraman. Hozirgi kunda ko'plab aynan milliy sertifikat testlarida qatnashgan ishtirokchilar, talabgorlar tomonidan test qiyinligi haqida qanaqadir so'zlar yuribdi. Bizga ham murojaatlar keldi. Bu bo'yicha kecha bilimni baholash agentligida uchrashuv ham bo'lib o'tdi. Bu alohida mavzu va alohida post sifatida buni ham chiqardik. Bermoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, test qiyinlik darajasi sizningcha qanday va siz qiynalmadingizmi? Sizga qanaqa savollar tushdi? Shu mavzu atrofida marhamat. Imtihon savollariga to'xtaladigan bo'lsak, ularning qiyinlik darajasi, ya'ni o'sha avvalambor imtihon savollari haqida o'zi to'xtalaylik. Imtihon savollari shu darsliklardan va o'quv kurslarida beriladigan ma'lumotlardan tushadi. Undan chekkalashib yoki uzoqlashib ham ketmaydi. Ko'pchilik o'quvchilarni ko'rdim. O'sha test markaziga kirganimda imtihon tugagandan keyin biz unaqa ko'rib chiqqan savollar tushmadi, biz biladigan narsalardan savollar tushmadi deb aytishdi. Bu narsani izohlaydigan bo'lsam, ular yo xato o'qituvchi tanlagan yoki o'zi to'g'ri o'qimagan. Savollarni qiyinlik darajasi men uchun 80% va nima deydi, unchalik qiyin ham emas savollar. O'qisangizgina ushbu savollarni ishlay olasiz va biz o'ylagandan ko'ra osonroq savollarni ishlash hech qanaqa qo'rqinchli emas. Tushunarli, rahmat javobingiz uchun. Marhamat. Test qiyinligi haqida gapiradigan bo'lsam, hamma fanni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi, lekin shaxsan men bu savollarni, ya'ni milliy sertifikat testlarini qiyin deb hisoblamayman. Chunki Nargiza aytganlaridek, shu paytgacha notanish savolni ko'rmadim. Hammasi o'zimiz o'qigan, bilgan darsliklarimizdagi savollardan tushdi. Umuman chekka manbalardan savollar olinmagan va ishonch bilan ayta olamanki, yaxshi harakat qilgan, o'qigan inson bu savollarni albatta yecha oladi. Shu sababli testlar o'quvchi uchun imkoniyat sifatida qaralishi kerak deb bilaman. Qiyinchilik emas. Rahmat javobingiz uchun. Shu o'rinda yana o'sha gapni qaytarib o'taman. Agarda kimdir mavzu yuzasidan savollar bo'lsa, Telegram botiga yuboring, biz ularni o'qib eshittiramiz. Balki ovoz chat yakunida mikrofonlarni ochgan tarzda to'g'ridan to'g'ri savollarni ham eshitarmiz ishtirokchilardan. Bu ham rejamizda yo'q emas. Xo'p, keyingi savolim shundan iboratki, testlar bilan o'zi umuman milliy sertifikat bilan bog'liq yana bir holat bor. O'sha holat atrofidagi navbatdagi savolimni ham hozir o'qib eshitiraman. Bizga kelgan
kimdirlar tomonidan murojaat qilinyapti va balki sizlarda ham shu holat bo'lgandir. Bu bizga ravshan emas, lekin meni qiziqtirayotgan savol, balki sizga ham erishgan natijalaringizga shubha bilan qaraganlar bordir. Balki qo'sh tirnoq ichida milliy sertifikatni sotib oldi degan mazmundagi, muomaladagi, shu ruhdagi fikrlar, so'zlar bordir. Sizga ham aynan shunga o'xshash ta'kidlar bilan murojaat qilishgandir. Shu haqida gapirib o'tsangiz, sizga shunaqa murojaatlar bo'ldimi yoki shunga o'xshash holatlar haqida o'zi umuman nima deysiz? Bunday holatlar uchrab turibdimi, bo'lishi mumkinmi va uni qanday qilib bartaraf etish mumkin? Savolim tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sertifikatlarni sotib olish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bunaqa shubhalarga shuncha yutuqqa erishgandan so'ng uchramasdan ilojimiz ham yo'q. Sababi insonlarni o'zidan oldin ularni gap yuradi. Ya'ni biza erishgan yutuqqa ular erisha olmagandan keyin albatta nimadir qora niyatli gap o'ylab topishadi-da, bizni yerga urishmoqchi bo'lishadi va bir og'iz gap bilan bu savolga javob berib o'taman. Agar xalqaro va milliy sertifikatlarni sotib olish imkoniyati bo'lganida edi, boylarning farzandlari super kontrakt emas, grant asosida o'qishga qabul qilingan bo'lardi. Agar bunaqa imkoniyat bo'lganida, men ham ilgariroq siz bilan suhbatlashgan bo'lardim. O'ylashimcha, faqat halol yo'lni tanlab ilm olish bu manfaatli hisoblanadi va biz ham shu yo'ldan boryapmiz. Bunaqa beriladigan fikrlar esa hech qanaqa to'g'ri emas va siz sotib olish haqida yoki ko'chirish haqida o'ylashdan ko'ra vaqtingizni o'sha sohaga doir ilmlarni o'rganishga sarflasangiz, albatta yutuqqa tezroq erishgan bo'lasiz. Rahmat javobingiz uchun. Marhamat. 40 kishida 40 xil fikr bor deganlardek, kimdirlar bizning yutuqlarimizga havas ko'zi bilan qarasa, kimdirlar siz aytganingizdek to'g'ri, ular sotib olgan deb shubha ko'zi bilan ham qarash mumkin. Chunki kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda shu milliy sertifikat natijalarini sotilganligi, oldindan chiqarilganligi haqidagi postlarga duch keldim o'zim ham. Shuning uchun ba'zilar bu narsani sotib olgan deb shubha ko'zi bilan qarashi tabiiy, lekin menda shunday bir fikr bor. Misol uchun sertifikatni sotib olgan kishi sotib oldi deylik, universitetga kirdi ham deylik, undan keyingi hayoti qanday bo'ladi? Sertifikat sotib olingan, bilimi yo'q. Umuman shuning uchun bu sertifikat sotib olinish masalasini butunlay qoralayman va agar kimdir shubhalanib kimdir agar shubhalansa, bu ularning fikri deb bilaman. Men uchun eng muhimi, o'zim bilamanki, bu yutuqqa o'zimning halol mehnatim bilan erishganman va vaqt o'tib natijalarimning, ya'ni keyingi bo'lajak natijalarimning o'zi ham bu narsani isbotlaydi deb bilaman. Tushunarli. Javobingiz uchun rahmat. Shu o'rinda bizning suhbatimizga yana bir kishi qo'shiladi va biz bilan birgalikda suhbatda qatnashadilar. Ta'lim xabarlari.uz saytining ijodkorlaridan biri, jamoamiz a'zosi Gulsanam Abdulakimova. Marhamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ta'lim xabarlari obunachilari, Nargizaxon, Ignaxon, sizlarni bugungi chatda ko'rib turganimdan xursandman. O'zimga qiziq bo'lgan va obunachilarimiz tomonidan yo'llangan ayrim savollar bilan yana siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Qanday qilib bir vaqtni o'zida bir nechta fandan tayyorlanish mumkin deb savol yo'llabdilar obunachimiz Risolat Murabbidova. Ya'ni abituriyent sifatida 4 ta fanni bir varakayiga olib ketish sizlar uchun qanchalik qiyin bo'ldi va umumiy hisobda har bitta fan uchun qancha vaqtdan sarfladingiz va bitta odam bir vaqtni o'zida 4 ta fanni ham yaxshi darajada o'zlashtirish uchun qanaqa yo'ldan borish kerak, qanaqa metodikalar qo'llash kerak sizningcha? O'zlaringizni shaxsiy tajribalaringiz bilan bo'lishib o'tsangiz. Marhamat, Nargizaxon, sizdan eshitamiz. Bir necha fanni bir vaqtni ichida o'rganish men uchun juda ham qiyin va hech qachon ikkita fanga bir martaga bormaganman-da. Avval
bittasini o'qib o'rganib, keyin boshqa fanga tayyorlanish doim men uchun muhim bo'lgan. Bu narsa boshqalar uchun qanday bilmadim. Qanchada olgansiz, o'sha sertifikatlaringizni qanchada olgansiz degan savolga to'xtaladigan bo'lsam, avval ingliz tili sertifikatimni olishni boshladim. Ingliz tilini xuddi o'zimni ona tilimdek o'rganishga harakat qilganman va bu uchun atigi 6 oy menga kifoya qilgan. Ona tilini ehtimol ijodkorligim uchundir, balki poydevorim bo'lgani uchundir 1,5 oy ichida olganman. Sotib olmaganman. O'zimni bilimim bilan erishganman albatta bu yutuqqa. Tarix fanidan 3 oy ichida, adashmasam 3 oy edi, C darajani qo'lga kiritdim. Matematikadan esa o'sha maktabda berilgan bilimlar tufayli 1 oy ichida mock testlari bilan shug'ullanib C+ darajani qo'lga kiritdim. Keyin o'ylashimcha qiziqishni o'zi yetarli, qiziqish va oldimizga qo'yilgan maqsadni qanchalik aniqligi bizni muvaffaqiyatga erishishimizga shunchalik tez olib boradi va bu narsa eng muhimi hisoblansa kerak. Rahmat javob uchun. Niginaxon, sizdan eshitamiz. Sizda qanaqa bo'lgan bu yo'l? O'zingizni shaxsiy metodikangiz bilan bo'lishsangiz, qanaqa tayyorlangansiz? Sizda qancha vaqt ketgan bitta fan uchun va qaysi fanlarda qiyinchiliklar bo'ldi yoki shular haqida? Xo'p, men ham ikkita fanni yoki 3 tani baravar olib ketmaganman. Tayyorgarlik jarayonida o'sha bu sertifikatlarga tayyorgarlik jarayonida tartibni eng muhimi deb bilaman. Men ham birinchi bo'lib ingliz tili fanidan tayyorlanishni boshlaganman. 8-sinfimda boshlaganman va 9-sinfimda bu ingliz tilidan C1 darajali sertifikatni qo'lga kiritgan edim. Bilganingizdek, bu sertifikat ingliz tili sertifikati, ya'ni 2 yil muddatda amal qiladi. Shuning uchun 10-sinfda qayta yangilab olishga, tayyorgarliklarsiz yangilab olishga majbur bo'ldim. Ingliz tilidan keyin ona tili fanimdan tayyorlanishni boshlaganman. Ona tilidan 6 oy ichida A darajali sertifikatni qo'lga kiritdim. Bu ikkala fandan qiyinchilik deyarli yo'q edi deb bilaman, chunki ingliz tili fani menga juda ham qiziqarli fan edi. Bu har bitta tayyorlanishdagi har bitta onimdan zavqlanib o'rganganman ingliz tilini. Ona tilidan ham boshlang'ich bilim bor edi, shuning uchun unchalik ham qiynalmadim. Keyin bu ona tilidan so'ng tarix fanidan 3 oy muddatda tayyorlanib B darajali sertifikatni qo'lga kiritdim. Bu kursdan ham, bu to'garak ham maktabimda bepul tashkil etilgan. Shundan so'ng orada qisqa muddatli uzilish bo'ldi va matematika fanini boshladim. Sentyabr oyida boshladim va oktyabr oyida sertifikatga topshirib C+ darajaga ega bo'ldim. Boshqalarga ham baravar bu fanlarni barobar olib ketishni maslahat bermayman. Tartib bilan avvalo aniq maqsad qo'yib, keyin shunga qarab harakat qilishingiz kerak va tayyorlanish vaqtida diqqatni jamlash, fokusni bir narsaga qaratish o'ta muhim deb bilaman. Buning uchun men ham o'sha meni chalg'itish mumkin bo'lgan ilovalarga o'sha qandaydir vaqtlarni belgilab, limitlarni qo'yib, bor e'tiborimni maqsadimga qaratib harakat qilganman. Tushunarli. Demak, aniq qo'yilgan tartib va qo'yilgan maqsad bilan harakat qilgansiz. Bu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Masalan, til masalasi bir qadar bir-biriga yaqin sohalar, lekin tarix va matematika fanlarida yo'nalish ozgina farq qiladi. Masalan, tarixda xotira bilan bog'liq mashg'ulotlar yetakchilik qilsa, matematikada aniq fanlarga bo'lgan qobiliyat ham kerak. Lekin sizlarda har ikkalasi uchun ham yaxshi natijalar ko'rsatganligingizni ko'rib turibmiz. Bularning sababi ham to'g'ri qilingan mehnatda deb bilasizmi yoki bu uchun shaxsiy qobiliyat bo'lishi kerakmi? Nargizaxon, sizdan javob kutib qolaman savolimga.
O'ylashimcha, ikkalasi ham bo'lsa yaxshiroq. Sababi qo'lidan ko'p ko'rganman o'quvchilarni, qo'lidan kelganicha o'qiydi, lekin xotirasi past bo'lgani uchun o'sha eslab qolish qobiliyati past bo'lgani uchun bu narsani eplolmaydi. Yoki qobiliyati bo'la turib o'qimay tashlab qo'ygan o'quvchilarni ham ko'rganman. Shu sababli ikkalasi ham bo'lgani menimcha yaxshiroq. Keyin poydevor va nima deydi, ko'p tayyorlanish, ko'p izlanish ham yutuqlarga yaqinlashishimizga yordam beradi. Aha, tushunarli. Niginaxon, sizda qanaqa bo'lgan? Bu haqida ham fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Juda to'g'ri aytdingiz. Tarix fani mustahkam xotirani talab qilsa, matematika esa mantiqiy fikrlashni, amaliy yechimlar qo'llashni talab qiladi. Menimcha bu har ikkalasi, ya'ni qobiliyat va shaxsiy metodikalarning bo'lganligi har ikkalasi ham muhim. Tarixda o'sha asosiy faktlarni mustahkamlash, ularni yaxshi eslab qolish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilganman. Matematikadan esa ko'proq mashq qilish orqali shu bilimimni mustahkamlab borganman. Menimcha shaxsiy qobiliyat ham, tizimli tayyorgarlik, qattiq mehnat ham umumlashtirib qilinsa, yaxshi natijaga erishiladi deb bilaman. Javob uchun rahmat. Demak, sizda har ikkalasi ham bo'lgan ekan. Shu o'rinda bir narsa qiziq. Masalan, matematikaga Nadizaxon aytdilar, bir oycha deyarli vaqt ketgan dedilar. Menimcha, qanaqa qilib bunaqa tez natija ko'rsatish mumkin? Bu bir oy 0 darajadan boshlab tayyorgarlik natijasimi yoki undan oldin ham matematikadan masalan bazaviy bilimlar bo'lganmi? Bu o'rinda yana bir savol qiziq tuyuladi. Maktabingizni aytib o'tdingiz. Maktabingizni natijalaringizdagi roli qanaqa? Ya'ni maktabga bog'liqmi? Oddiy maktab o'quvchilari ham o'zlari shaxsiy tayyorlanib, qisqa muddat ichida shunaqa natija ko'rsatishlari mumkinmi? Albatta, maktabdagi ta'limni yutuqlarimizdagi o'rni juda ham katta. Agar ushbu maktab o'zi 8-sinfda o'qishni boshlaganman va o'sha yili ochilgan birinchi kirgan o'quvchilar biz bo'lganmiz. Agar eski maktabimda qolganimda edi, o'ylashimcha bunaqa intervyu berish men uchun nima deydi, menga atalmagan bo'lardi. Hayajon borda salgina. Keyin matematikaga to'xtaladigan bo'lsak, aniq fanlarga ixtisoslashganimiz uchun bizga matematika, ingliz tili, fizika fanlari yaxshi o'tilgan va boshqa kitobdan, oddiy maktablarga beriladigan kitob emas, boshqa kitoblardan ta'lim olganmiz. Keyin bir oy ichida faqat mock ishladim va boshqa narsalarga diqqatimni qaratish men uchun muhim bo'lmadi. Qo'limdan kelgancha yutuqlarimga tezlik bilan erishishga o'sha harakat qildim va o'zimni yutuqlarimni nima deydi, muddatini yanada qisqartirish men uchun yuqori darajadagi rekord edi. Bu o'sha matematikaga tayyorlanishimda faqat kurs o'qituvchim emas, ya'ni maktabimizdagi o'sha o'qituvchimiz emas, boshqa o'qituvchilarga ham murojaat qildim. Bo'sh vaqtlarimda o'sha do'stlarimdan so'rab, hattoki kechki 12gacha ba'zi o'rtoqlarim bilan dars qilib, mock ishlab, menga katta yordam berishdi. Ularga minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, bu natija faqat meniki emas, o'qituvchilarimni va do'stlarimning ham natijasi. Qisqa qilib aytganda, intizom birinchi o'rinda turdi. Diqqatni bir yerga jamlash va maqsad tomon ilgari borish
yutuqlarimga erishish muddatini qisqartirib bordi. Tushunarli, rahmat javobingiz uchun. Demak, ovozli chatimizni o'zimning shaxsiy savollarim yakunlandi. Endi ishtirokchilardan savollar eshitamiz. Agar sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, mikrofoningizni qo'l ko'tarish tugmasini bossangiz, men sizni mikrofoningizni yoqaman va shaxsiy savollaringizni ishtirokchilarimizga berishingiz mumkin. Ketma-ketlikda javob beraverasiz. Agar savollar bo'lmaydigan bo'lsa, qo'l ko'tarish tugmasini tushirib qo'yishingizni so'rayman. Kimlardir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'l ko'tarib, ruxsat so'rasangiz mikrofonlaringizni ochaman. Savollaringizga javob eshitamiz ishtirokchilarimizdan. Gulola Salimjonovna, sizni eshitamiz. Ishtirokchilarimizga savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Mikrofoningizni ochdim. Texnik nosozliklar bo'lishi mumkin, tabiiy holat. Vohidova Barchinoy, sizga gapirish imkoniyati ochildi. Savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Ibragimova Firuza Istamovna, mikrofoningizni ochdim. Savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Ko'pchilikda menimcha texnik nosozlik yoki aloqaga chiqa olmaslik, gapira olmaslik holati bo'lishi mumkin. Yana savol kelgan ekan. Qaysi maktabda tahsil olgansizlar, qaysi o'quv markazida tayyorlangansizlar degan savol kelibdi. Nigina Baxshilayeva, sizdan shu savolga javob eshitamiz. Men Buxoro viloyat Peshku tuman ixtisoslashtirilgan maktabida ta'lim olib kelyapman. Bizda maktabimizda barcha kurslar bepul tashkil etilgan, barcha fandan to'garaklar bor. Men shular orqali bu sertifikatlarga erishganman. Ya'ni tashqaridan kurs olmagansiz, faqat maktabni ta'limini o'zi yetarli bo'lgansiz uchun. Maktabni o'zida tashkil qilingan kurslar yetarli bo'lgani, aniqroq aytganda. Shunday. Yana mikrofonlarni ochib ko'raman, gapirishingiz mumkin. Mahbuba Ziyodullayevna, sizning mikrofoningizni ochdim. Qo'l ko'targanlarga mikrofonlarini yoqyapman, bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Shamshod Rahimov, sizning mikrofoningizni yoqdim. Husniddin profil egasi, sizni mikrofoningizni yoqdim. Savollaringiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Avvalambor, maylimi men gapirsam? Gapirishingiz mumkin. Mikrofoningiz ochiq. Savolingiz bo'lsa, berishingiz mumkin. Savolimiz izohim va iltimosim bor edi. Men Nazir va Nargizani opasi bo'laman. Albatta, bu yutuq hozir butun o'sha maktabni, butun bir nima deydi, hammamiz yutug'imiz. Lekin hozir bu yoqda eshitib o'tirgan ota-onalarimiz bor, boshqa masalan kattalar bo'lishi mumkin va albatta farzandlariga talablari bo'ladi-da, mana shu uddaladi, sen uddala olmaysanmi degan savolni ota-onalarimiz avvalo o'zlariga berishlari kerak. Biza men bu singlimni yutug'i uchun ota-onam anchayin kurashganlarda, chekka bir qishloqdan bunaqa yutuqqa erishish to'g'risi, masalan, men bilan opam ham o'qiganmiz, biz uchun orzu bo'lgan. Men o'zim shunaqa quvondim, lekin oyijonim har doim bizaga nimadir bayram bo'lsa, boshqa bo'lsa, kichkinaligimizdan doimiy kitob sovg'a qilganlar. Farzandini qo'liga kitob tutqizgan ota-ona albatta mevasini ko'radi. Men talab qilgan bo'lardim va iltimos qilgan bo'lardim ota-onalarimizdan.
farzandlaridan talab qilishyaptimi, o'zlari shunga loyiq bo'lishlarini. Biza oyijonimni qo'llaridan kitob tushganini hech ham ko'rmaganmiz. Kichkinaligimizdan doimiy oyijonim kitob o'qiganlar, bizga ham kitoblar sovg'a qilganlar. Uyimizda shaxsiy katta kutubxonamiz bor. Shu kitoblarni o'qib turib, shunaqa tafakkurga, shunaqa natijalarga erishib kelyapmiz. Bu uchun eng birinchi ota-onalarimizga rahmat aytishimiz kerak-da. Men Niginaxonni ham, Nargizani, ya'ni o'zimizni ota-onamizga ham rahmatlarimni bildirgan bo'lardim va boshqa ota-onalarimiz ham farzandlarimizga yo'l ochib berishsin. Nargizani Prezident maktabiga o'qishga kirganidan keyin, endi ixtisoslashgan maktab nomini oldi hozir. Kirganida rosa ko'p cheklovlar bo'lgan. Sababi boshqa anaqa tuman markazida borib kelishi muammo, qiz bola u yoq bu yoq gaplar bo'lganda, o'qiydigan qiz hech qachon anaqa nima deydi? Hech qanaqa cheklov bo'lishi kerak emas. Cheklov qo'yishni emas, ularga sharoit yaratib berishni o'ylash kerak ota-onalar. Aha, tushunarli. Sizni ishtirokingiz uchun ham rahmat. Demak, obunachilarimizdan savollar menimcha tugadi. Shu bilan bugungi ovozli chatimizni yakunlaymiz. Obunachilarimiz, shu o'rinda sizlarga eslatib o'tishim kerak. Agar yana sizlarda ham takliflar bo'ladigan bo'lsa yoki kimdir ovozli chat qilishni ular bilan istagi bo'ladigan bo'lsa, bemalol botlarimiz orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Barchangizni bugungi ishtirokingiz uchun rahmat. Keyingi ovozli chatlarimizda kutib qolamiz. Nargizaxon, Niginaxon, bugungi ishtirokingiz uchun katta rahmat. Ilm yo'lida charchamang, doim mana shunaqa faol o'quvchi bo'lib qolishingizni tilaymiz. Hammaga rahmat. Bugungi chatimizni shu bilan yakunlayman. Salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Rahmat.